Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Ko'chat bostirish jarayoni. Ko'chatlar xulosini bostirib qo'ydik ancha. Onasini bag'ridan uzmasdan bostirish ko'chat. Chiroyli qilib mana bostirib kelayapti mana. Sakkiz istaganga chiroyli qilib bostirib keldi, xudo xolasa. Zallarimizga boshqa ko'chatlar qoladi mana. Kattasi ko'rinyapti, chiroyli bo'ladi. Mana kecha bugun keyin bostirib keldi, bir chekadan bostirib keldi. Mana shu 2 kun vaqtimiz ketdi. Bu mehnati og'ir. O'shunda ham lekin kachetini zo'r. Onasini bag'ridan uzmasdan o'sgan ko'chat. Bu ko'chat ko'pchilik biladi, senissa qiladi. Mana shunaqa qilib sekin mana bu yoqqa kelyapti, xudo xolasa. Bu yoq hamma 8 lik stakanga bo'ladi. Mana kokoslarimiz, stakanlarimiz. Bu yoqni xudo xolasa kachetaga qilamiz endi. Chunki bu asal balandroq. O'rtasiga 8 lik stakan. Men qo'yib qo'yganimda buni biroz qo'yib qo'yganman. Yani buni o'rtasidan bo'lib yarim holatda qo'yamiz. Xudo xolasa buni ertaga vaqt ko'rsatadi. Mana talablarimiz. Onalarning holati, mana chiroyli onalar holati. Alba ko'chatlarimiz. Mana albani talablari. Tushungan odam tushunib oladi. Onasini holatiga qarab, mana hech qanaqa nuqsoni yo'q onasining. Mana ona ko'chat. Mana har tomonlama. Mana ustidan olingan holati. Barigi hamma shunaqa holatda mana chiroyli bo'lib kelyapti. O'rtasiga kacheta yotqizib, buni ham bostiramiz. Joyida sirazi bir 15 kun 20 kun bostirib, onasini bag'ridan yulib olamizda. Keyin kelajaklar katta qilamiz. Mana shunday holatda. Mana Clery. Cleryni ham shunday holatda qilamiz, xudo xolasa. Mana albionlarimiz. Mana bu albion endi. Albionlar ham xuddi endi albion endi sotuvda kamroq bo'ladi. Agar yaxshi insonlarga beramiz albiondan ham. Buni albion ko'proq ekish maqsadida ko'chat bostiriladi. Mana shunday to'ppa to'g'ri nima deydi? Onasini bag'ridan uzmasdan. Mana tanoplar vijillab yotibdi, xudo xolasa. Tanoplar hammasi mana qalinligini ko'ryapsizmi? Chiroyli qalinlikli tanoplar. Hammasini bostiramiz, xudo xolasa. Shu ko'chat ekish maqsadida qilinyapti bu ishlar hammasi. Tamam, koreyskiy 8 lik stakanga bostiriladi, chiroyli. Nari borsa bir 40 million ko'chat tushadi bu yerdan. Bu tomonlarimiz Alba, Clery, mana bu albion bo'lsa, mana bu endi albion. Bu yer albion, xudosi, mana albion ham sirg'i ketdi. Bular mana yona tanoplar o'sib turibdi. Birinchi tanobini bittadan olamiz, bitta tanobini olinadi, har bittasidan misras hosilga qo'yib yuboramiz bular. Chunki mana bugungi kunda bular hammasi gullab hosil berish jarayonida vaqtida kelyapti mana. Chunki mana bu ona yetadi endi o'zi. Chunki mana 1 2 3 4 5 6 ta barigi bor. Mana bu hosillar katta bo'lib kelgancha mana bariglar ham katta bo'lib keladi, xudo xolasa. Endi boshlandi. Birinchi, ikkinchi gullari yulib tashilgan bularda. Olib tashilgan. Ikkinchi, uchinchi gul kelyapti. Men 1 2 3 4 5 ta dona meva bersa yetadi bizga. Shuna holatda hammasi shunaqa turibdi. Albiyonni nima yashirib o'tirmay, iloji pikrovka qilaman buni endi. Mana bu dalada hosildi, chunki bu yoqqa kacheta qo'yib bo'lmaydi. Qo'ysangiz ham suv quyib odam qiynalib qoladi. Bu yoqqa ko'proq hosilga mana bular hammasini erta 3 kun ichida yulib pikrovka qilamiz endi, chiroyli qilib joy-joyiga qo'yib. Sal o'tib ketib qolyapti. 2 kunlik vaqti qoldi. Yetilgan ob-havo vaqti bilan 2 marta yulib olib pikrovka qilamiz. Pikrovka xonani tayyorlab bugun bitdi. Hozir 2 kunda mana bu yerni bitirib olaylik. Qolgan bo'lsa 1 2 3 4 5 ta. Mana bu yerda 6 ta 7 ta qoldi. Hammasini bir 2 kun ichida buni bostirib olamiz, xudo xolasa. Shu bilan sekin pikrovka qilish. Mana bu yerda ham xudo xolasa ekkan bor mana. Albionlar mana katta bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Ular hammasi onasining bag'ridan yulmasdan bostiriladi. Mana bu oraliq 1.60. Har bitta ko'chat oraliq 1.60 dan. Mana bu ikkita ko'chatma ko'chat orasi 30 cm. Bunaqasiga ham
30 ga ekilgan, 25-30. Mana shunday holatda. Bu yoqqa endi ertaga ana to'shamasini yopamiz, mana to'shamadan. Masal vaqt yetmay turibdi endi. Rosa dehqonda ish ko'p. Mana bu yoqqa suv quyishiga, dori berish kerak, hasharotga ishlash kerak, kasallikka ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Mana bu yoq bir marta polnisi hammasi chopiq qilindi. Mana bu o'rtasida ham teshish yopiq qilindi, chiroyli qilib. Endi xudo ko'chatga ishlaymiz bu yerga, xudo nasib qilsa. Shunaqa holatda. O'zim shu yerdaman, mana dehqonchilik kasbini bilasizlar o'zlaring endi. Anchagina murakkab kasb. Har birimizni birdan bir maqsadimiz xalqimizni dasturxonga chiroyli noz-ne'matlar yetishtirib berish, xalqimizga chiroyli ko'chatlar yetishtirib berish maqsad. Mana ko'chatlar bostirish. Mana ko'chatlar holati. Buni barigida hech qanaqa bir kasallik boshqasi yo'q. Mana ko'chatlarning holati ham chisti koreyskiy ko'chatlarimiz. Shu F1 ko'chatlar endi ikkinchi bolasi nima deydi? F2 deydimi, nima deydi? Shunaqa gap endi. Birinchi yillik kirgan hosil olinmagan Marsning ko'chati ekilgan bu yoqqa. Chiroyli qilib. Birinchi bolalari. Buni ham o'zimiz xonamga ham ekaman, xudo olsa 3200 ta. Qolganini yaxshi insonlarga sotamiz shuni. O'sha 40 mingta ko'chat tushsa, 35-40 mingta tushadi bu yoqdan. 3200 tasi o'zimni xonamga ekilsa, qolganini xalqimizga. Oldingi yil ko'rlarning ko'pchilik issiqxonada gidroponika sistemasida meva yetishtirdik. Biz ham chiroyli qilib joy-joyga qo'yib, hammasini kakvalojni yetishtirishga yetishtirildi, xudo xolasa. Shu dekabrda 10 kunlikdan hosilga kirgan bo'lsa, iyul oyini boshida, mayda oxir iyul oyida men teplislarni yig'ishtirdim. Bir marta videosini ham tashlab berdim, mana ko'cha tozalangan holatida. Biz mana shu hujjatlarni ekamiz, xudo nasib qilsa. Qolgani endi rizq nasibi Allohdan. Siz biz dehqonlar o'rtada sababchi bo'lib harakatni qilamiz, xudo xolasa. Shunaqa holatda, mana. Charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan ishiga Alloh baraka bersin, ishimizni rivojini bersin. Xalqimiz dasturxon chiroyli noz-ne'matlarni, chiroyli ko'chatlar yetishtirib, biz dehqonlar charchamaylik. Kasbkorga baraka bersin.